Selamünaleyküm. YouTube kanalımızı patpisçiler, kanalımızı kirseler patpise sebep koyuştu unutmayınlar. Dostlar, Kenkiret'in ustalar olsa çıkıyorlar baylanışga. Ustamas haligi kimga pul kerak bo'lsa, men ustaman deydiganlar bo'lsa chiqmay qo'yinglar do'stlar. Kanalimizga patpisasi bo'lganlar, отделка ish qiladiganlar bo'lsa chiqsanglar, bizda отделка ishlar bor. Kelasizlar, shu boshida avans beriladi. O'rtasida bitta avans beriladi. İşler tugatguninglarcha pulinglarni bo'lasizlar bu yerdan. Uni smetlar bor. Dokumentlar qilib beriladi. Boshida nomerlarga baylanishga chiqsanglar, usta odamlar baylanishga chiqsin. Kimga pul kerak bo'lsa, men ustaman deb chiqib olganlar bo'lsa kerak emas do'stlar. Uyda o'tirib nima ish qilsam ekan, menga ozgina pul kerak edi. Usta bormi desa, men ustaman deb qassobi ham, doktori ham chiqishib olyapti. Konkretnik hamma o'zini bilgan ishini qilsin do'stlar. Отделщик ustalar, yevro remont qiladiganlar bo'lsa, boshida nomerlarga baylanishga chiqsanglar, obyektlar bor. Bizim mana shu YouTube kanalimizga kunda zakaz tushib turadi. 10 ta, 15 ta, 20 taga doğru zakaz tushib turadi. Do'stlar, zakazni beraveramiz. İşlarga javob bersanglar, pulni xazayin kun masalan kirib kelasizlar, obyektga kirasizlar, avans beriladi. Dokumentlar qilib beraman. Uni smetlarni beraman.